yetmayapti. Nima kaming bor? Arzimagan narsaga janjal qurmagin. Nima? Shu arzimagan narsami? Shunaqa. Stop. Nimaga oxirgi yillarda erkaklarning ayollarga zulm qilishi ko'payib ketdi? Bularning birinchi sababi erkaklarda ayollik gormoni ko'payib ketgani. Buning oqibatida mayda gaplik orqasidan oilalar hattoki buzilishgacha boradi. Ikkinchi sababi esa ayollarimiz ham haddan ortiq asabiy bo'lib, ayollik jozibasini unutib qo'yishgan. Bunday holatlarni kelib chiqishining eng katta sabablaridan biri organizmimizning qirolichasi kortizol gormonini oshib ketishi. Ikkala holatda ham sizga eng to'g'ri yechim bu hijomadir. Erkaklar hijoma olganda testosteron gormoni oshadi, qon aylanishi yaxshilanadi, asablar tinchlanadi va bu shaxsiy hayotga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayollar hijoma olganda esa ortiqcha qon chiqib ketadi, stress va charchoq pasayadi va eng zo'ri netimi? Kortizol tushib, tanaga yengillik beradi. Sizlarni hijoma markazimizga taklif qilaman. Hijoma sunnat bo'lganligi sababli bunda katta shifo bor. Oilangiz doimo sakinatda bo'lsin.